lag'mon apparatimiz kafe, restorani bor oshpazlarimiz uchun. Lag'mon apparatimizda hozir tayyor xamirimiz bilan lag'mon chiqarib ko'rsatamiz. Ko'rganinglardek, biz magazindan tayyor xamirni o'zini olgandik, lekin o'xshamadi. Hozir sizlarga o'zimiz jaydarchasiga xamirni yoyib, tayyorlab, keyin lag'mon chiqarib ko'rsatamiz. Xamirimizni ham yoyib oldik. Endi hozir buni apparatimizni razmeriga mo'ljallab kesib olamiz. Qo'limizdan kelgancha qildik buni, iloji boricha apparatimizni ishlatib tekshirib sinovdan o'tkazdik. 220 tokda ishlaydi, shestronkalar, temirlik 1 yil kafolati bo'ladi. Agarda sizga ham xuddi shunaqa lag'mon apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Narxlari haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Kafe va restoranlarga kerak bo'ladigan texnikalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning Instagram sahifamizga obuna bo'ling. Shu videoni lag'monchilarga yuborib qo'ying.